O kuni yangi namozga kirgan, qora aka dedi, 25 yildan oshiq aroq ichganman dedi. Aroq ichishni yorvorganman dedi. Tashadim dedi. U menga kelib aytish sababi to'g'risi masalalarga sabab bo'ldi dedi. Quchoqlab ko'rishib. Lekin to'g'risi deydi, noto'g'rimi, to'g'rimi, menga shuni xulosa qilib bering, qora aka, men sizga shuni aytkim kerak. Ichim yonyapti. Ha, nimaga yonyapti desam, endi namozni boshlaganman deydi, aroqni tashadim deydi, namozda sajdada ishonsiz yig'layman deydi. Aniq ko'rinib turdi, akada publika yo'q. Samimiy gapiryapti. Birinchi safga kiraman, erta kiraman, o'tiraman, bir kun chiqaysam deydi, miyig'ida kulib deydi. Ha, siz boylar safiga o'tiryapsiz. Dedi deydi. Miyamdan o't chiqdi. O'sha uyqum qochdi deydi. Masjidda ham boy, kambag'al, zodagon, o'rtacha, rabochiy, direktor, shu yerda ham shunday gap bormikin dedim. To'g'ri gap, umrbod ichib yurgan